Voy, o'g'lim, mana shu mashinani yetib Yuring, ichini ko'rib narxini so'raymiz, hadi. Mag'rur qadam tashlab yuraman. Dunyoda eng tabarruk. Mana bularni qara. Otapola Jigulini sotib, Inamarka qatoriga adashib kirib qolishdi-da. Matiz qatorini ko'rib so'ramizmi? O'xtalari hozir bularni men o'zim boplayman. Kelinglar. Ko'ringlar mashinani. Mashina bizga yoqdi. Narxi nech pul ekan buni? Pulinglar naqd bo'lsa, sizga 25 ming. Boplayapti-yu. Qo'ymaydi o'zi bu. Bu mashinangizni yangisini narxi salonda 42 ming-ku, uni ustiga besprabeg deb yozib qo'yibsizlar. Yili ham yangi ekan. Nimaga bizga bu mashinaning narxini 25 ming deyapsiz? Ekan? Erki, labzi bilan erki. 25 ming ishtirsani hozir nomingizga oformit qilib beraman. Ishqilib hozir notariusga borsiz, labzingizdan qaytib qolmaysizmi, ukam? Mashina purishli bitta gapiradi. Ketdimi notariusga? O'g'lim, zaklatni ber. Ukam, siz bilan mana shu mashina 25 mingga baraka. Aka, biz zaklat barakasini bersin. 1 soatdan keyin ancha ko'chadagi notariusni ko'rishamiz bo'lmasa. Bo'ldi bo'lmasa, 1 soatdan keyin o'sha notariusda ko'rishamiz. Hayitga